Subhanallah walhamdulillah. Bir hadisda musiqa va qo'shiqchilar haqida o'qib qoldim. Bugungi kunda atrof to'la musiqa ovozi va qo'shiqchilar son mingta. Islomda musiqa va qo'shiq tinglash harommi yoki makruhmi? Hop, bu savol ham eng ko'p takrorlanadigan savollardan, eng ko'p ixtiloflarga sabab bo'lgan savollardan, eng ko'p ko'ngil qoldilar bir-birini xafa qilishlariga sabab bo'lgan savollardan hisoblanadi. Xususan yaqin orada bizning hozirgi yangi tariximizdagi gaplardan hisoblanadi. Talashib tortishuv ko'p bo'ladi. Birov tang etgan musiqa ovozi borki harom deydi. Ikkinchi bir taraf bekor aytibdi. Bu narsalar hammasi halol, mana bo'lib turibdi-yu hamma yo'qda deyishi mumkin. Yana boshqa gaplar bor. Urush, janjallar ko'p. Lekin ana shu ma'noni shar'iy kitoblardan batafsil o'qib, o'rganib, solishtirib, tahlil qilib ko'rib, keyin javob aytish ma'nosi yo'q. Mana muhtaram tinglovchimiz ham bir hadisda musiqa va qo'shiqchilar haqida o'qib qoldim deganlar. Bu hadis qanaqa hadis? Bu hadisning ma'nosi nima? U yerda qanday iboralar kelgan? Buni to'g'risida birorta gap yo'q. Ana shuningga o'xshash haligi talashib tortishayotganlar ham palonchi bo'lmaydi degan, pistanchi bo'laveradi deydigan kabi, demak, asossiz, hujjat, dalilsiz gaplarni aytadilar. Qadimgi ulamolarimiz ham asrlar davomida musiqa haqida turli fikrlarni aytib kelishgan. Lekin hammalari ittifoq qilib musiqani to'g'risida aytgan gaplardan biri musiqani beodobi, shariatga to'g'ri kelmaydigan qiliqlar va iboralardan, so'zlardan iborat bo'lgani mutlaqo harom. Bunga barcha ulamolar ittifoq qiladilar. Endi odob, axloq doirasida vatanparvarlik, insoniy qadriyatlar, islom ta'limotlari ma'nolarini targ'ib qiluvchi, shunga o'xshash qo'shiqlar yoki musiqa ma'nosida demak ulamolar ixtiloflari bor. Ba'zi bir taraflar aytadilarki, bu narsalar harom, mutlaqo bo'lmaydi degan gapni aytishadi. Va daliliga Qur'oni Karimdagi auzubillahi minash shaytonir rojim va minan nasi man yashtari lahval hadisi liyudilla bihi an sabilillahi oyatini keltiradilar. Bu oyat karimani ma'nosi shuki, odamlardan bir kishilar borki, behuda so'zni Allohning yo'lidan zalolatga ketkazish uchun sotib oladilar degan ma'no. Mana shu demak qo'shiq deyishadi haligi odamlar va o'sha qo'shiq ekanligiga Hazrati Ibn Abbosni gaplarini dalil qilib keltirishadi. Boshqa ulamolar aytadiki, yo'q. Bu yerda qo'shiq degan ma'no yo'q. Allohning yo'lidan zalolatga ketkazguvchi har bir gap bo'lsa, hammasi harom. U qo'shiq bo'ladimi? Ma'ruza bo'ladimi? Yozilgan kitob bo'ladimi? Qandaydir gap, so'z tortishuv bo'ladimi? Har birida Allohning yo'lidan zalolatga ketkazish ma'nosi bo'lsa, barchasi harom. Buni demak hech kim inkor qilishi mumkin emas. Ibn Abbosni shu ta'vilini keltiradigan bo'lsak, Ibn Abbosdan boshqa minglab sahobalar bu ta'vilni qilmaganlar va boshqa ta'vilni qilgan sahobalar Ibn Abbosdan ko'ra ko'proqdir degan ma'noni aytishadi. Musiqa va qo'shiqni batamom harom deganlar yana bitta ta'liq, ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomgacha aniq yetib bormasdan orada nimalar tushib qolgan hadislardan bittasini rivoyat keltiradilar. Unda 4 ta narsani harom deyilgan. O'sha 4 ta narsaning ichida demak musiqa ham bor. Xamir ichish bor, ipak kiyim kiyish bor. Ulamolarning ko'pchiligi ahli sunna va jamoalar aytganki, bu o'sha 4 narsani qo'shib qilsa deganligi. Chunki boshqa yerdagi ko'pgina hadislarda qo'shiqqa ijozat berganligi mana shu demak ma'noni ta'vil qilishga olib keladi deb turib, qo'shiqqa ijozat berilgan holatlarni bayon qiladilar. Eng sahih hadislardan dalillar keltiradilar. Jumladan Muavviz bint Rubayy
yoki Rubayya bint Muavviz radhiyallohu anhadan keltirilgan hadisda u kishi aytadilarki, mening nikoh to'yim kuni Rasululloh uyimga keldilar va ko'rpachamning ustiga o'tirdilar. Ikki qiz meni otalarimni madh qilib qo'shiq aytishar edi. Shunda ulardan biri va fina nabiyyun yukhbiru an g'adi degan baytni qo'shib aytdi. Ya'ni bizning ichimizda payg'ambar borki, u kishi ertangi kunni xabarini beradi dedi. Shunda Rasul akram alayhissalatu vassalam da'i haza dedilar. Buni qo'yda avvalgisini aytgin dedilar. Mana shu yerda demak Rasul akram alayhissalatu vassalam o'zlari shaxsan to'yga hozir bo'lganlar va qo'shiqni tinglab ma'nosi buzilganda ma'noni to'g'ri aytishga da'vat qilganlar deb aytadi ulamolarimiz. Shuningdek, mashhur hadislardan yana bittasi, bir kuni Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'zlarining qizlari Oysha onamizning hujrasiga kirsalar, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom teskari qarab boshlarini o'rab yotibdilar. Oysha onamiz o'tiribdilar va u kishining huzurlarida ikkita qiz qo'shiq aytmoqda. Shunda Rasul akram alayhisolatu vassalom hollarini ko'rgan Hazrati Abu Bakr tezlab yurib kelib qizlari Oysha onamizga do'q qilib, Rasuli akramning xonalarida shaytonning nag'masi bo'lyaptimi deganlarida Rasululloh boshlarini ko'tarib, ey Abu Bakr, qo'y ularni, har bir qavmni o'zining Eid kuni bor, bugun bizni Eid kunimizdir deganlar. Shuningdek, Habashistonlik ahbosh qora tanli kishilar masjidda harbiy o'yinlarni qilib raqsga tushganlarida Oysha onamiz radhiyallohu anha payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning yelkalariga jag'larini qo'yib turib tomosha qilganlar. Rasululloh bo'ldimi to'ydingmi deb oxiri o'yin tugaganda tarqab ketilgan. Va bunga o'xshash bir qancha demak hadislar bor. Bu kitoblarda turibdi. Ana shu hadislardan bir nechtasini Tojil Jam'ul Usul fi Ahadisir Rasul kitobini egalari keltirganlar va mana shu hadislarni o'sha kelgan joyida Hadis va hayot kitobining 13-juzi Nikoh, taloq va idda nomli kitobda keltirganman. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'rtachasi nikoh to'ylarida va Eid kunlarida odob axloq doirasidagi shijoatga chaqiruvchi, vatanparvarlik, dinparvarlik va islomiy ma'noga chaqiruvchi qo'shiqlarga ruxsat bor. Bunga demak ko'p ulamolar ittifoq qilishgan. Ba'zi bir demak ting etgan ovoz ham gunoh deb tushunadigan odamlar bo'lsa, u fikrlari o'zlariga qolishi, taqvo yuzasidan o'zlari shu narsani tutishlari mumkin, lekin u kishilarni boshqalarni harom ishni qilyapsan deb tuhmat qilishlari, ya'ni boshqalarga qattiq deyishlari, ularni sen falon bo'lding, piston bo'lding, kofir bo'lding, fosiq bo'lding degan gaplarni aytishga haqlari yo'q. Chunki katta ulamolar ixtilof qilgan masalani u tarafini olgan ham, bu tarafini olgan ham to'g'ri ishni qilgan bo'ladi. Bir-biri bilan urushmasligi, bir-birlari bilan demak talashib tortishib, ularni nomlariga har xil noqulay gaplarni aytishga o'tishmasliklari kerak. Ko'ngli ko'targanlar taqvo tarafini tutib, umr bo'yi hech bir ovozni eshitmay o'tsalar juda yaxshi. O'zlarini demak e'tiqodidagi tushunchalardagi narsalarni qilgan bo'ladilar. Lekin ulamolar hadisga asosan, shar'iy dalillarga asosan ruxsat bergan narsani qilgan odamni ham ayblashga birov haqli emas. Bismillahirrohmanirrohim.